Nimaga iymondan, islomdan, namozdan gapirilsa, u video ko'rilmaydi, bilasizmi? İnsonni shayton bunga yo'l qo'ymaydi. Bu video ko'rilishiga yo'l qo'ymaydi inson shayton. Shaytonimizni yenga olmaymizmi? Biz musulmonmiz, alhamdulillah. Sen büyüklarni büyügüsen. Sen bizlarga jon tomirimizdan ko'ra ham yaqinsan, ya Rob. Sen biz ota-onamizdan ko'ra ham yaxshi ko'rasan, ya Robbim. Ya Robbim, bizlar ham seni yaxshi ko'rishligimiz uchun muhabbat ber bizlarga ham, ya Rob. Ya Robbim, bizlarni qalbimizni iymonga to'ldirgin. Qalbimizni iymonga to'ldirgin. Qalblarimizni Qur'onga to'ldirgin, ya Robbim. Xonadonlarimizni, yurtlarimizni islom bilan munavvar qilgin, ya Robbil alamin. Ya Robbil alamin, sendan yolvorib so'raymiz. Bizlarni zurriyatlarimizdan munofiqlarni, kazzoblarni chiqarib qo'ymagin. Ya Robbil alamin, sendan yolvorib so'raymiz. Bizlardan to qiyomatgacha keladigan zurriyatlarimizdan yolg'onchilarni chiqarib qo'ymagin. Senga iymon keltirib iymondan qaytadigan munofiq murtatlarni chiqarib qo'ymagin. Ya Robbim, bizlardan to qiyomatgacha keladigan zurriyatlarimizdan hofizi Qur'onlarni chiqargin. Olimi fuzalolarni chiqargin. Diniga, vataniga, oilasiga xizmat qiladigan solih, obid, zohidlarni chiqargin. Ya Robbil alamin, juda ko'p gunoh bilan huzuringga keldik. Baytingni ostonasida xor bo'lib o'tiribmiz, ya Robbim.